أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Hammalarının ushbu ulug' cuma kunlari muborak bo'lsin. Alloh taolo bu ulug' kunda qilgan ibodatlarni o'z dargohida qabul qilsin. Qilgan duolarni ijobat qilsin. Alloh taolo hammalarni salomat, xotirjam, amonlikda qilsin. Bugün biz Allah'ın izni bilen Vel-Leyl suresinin 1. ayetinden 4. ayetigacha bo'lgan 4 ayeti keriminin tafsirini okuyunuz. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Vel-Leyl suresi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Mekke mükerremede düşken 21 ayet. Bu surede Allah Teala gece, gündüz ve özününki zatı bilen qasam qilish orqali insonlarning bu dunyodagi qilgan ishlarining har turli bo'lganligini va faqat islomga Allah Teala buyurgan Qur'onga uygun bo'lgan ishlarni qilganlarninki qilgan ishining yaxshi natijasi bo'lganligini, uningdan foydalanganligini, uningga uygun bo'lmagan ish harakat qilganlarning ishining hem o'ziga ziyonliq hem oxiratdami jazoga loyiq bo'lib qolganligini bayon qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-leyli izâ yaghşâ. Qarang'ılığı bilen bütkül alemni yapkan keçi bilen qasam qılaman. Allah Teala biz Ve-Duha suresinin tefsiride degan edik. Allah Teala bir sözünü güçlendirmek için sözünün gayet mühim ekanligini bildirish için bazı mahlukları bilen qasam qildi. Bu qasam qilish için tanlagan mahluklar, tanlagan narsalar bizning hayotimizdagi eng muhim narsalar bo'ladi. O narsalar Allah Teala'nın kudretini gösterdiğin buludu ve Allah Teala'nın bizge çeksiz mehribanlığını gösterdiğin buludu diyeydik. Yine bu yerde ve duhadımı Allah Teala keçi bilen qasam qılgan edi. Bu surudumı Allah Teala yine keçi bilen qasam qıldı. Bu keçe bütün dünyanı qarang'ılığı bilen qaplagan vaqti bilen qasam qildi. Keçinin qarang'ılığı bütün mahlukatlar, insanlar olsun, hayvanatlar olsun, ösümlükler olsun, hamma dardarak, hamma narsa üçün nəhayət faydalı, nəhayət mühim bir narsa. Bu keçinin qarang'ılığı da hamma narsa harakatdan to'xtaydi. İnsan, hayvan hamma narsa harakatdan to'xtaydi, uxlaydi. Bu uxlash orqali bedenlerdeki bütün organlar yenilenir. Bu uxlash ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerim ölüm degan. Yani insan xuddi ölüp yeniden ertesi qopqan vaqtida yeniden tirilgandek bo'ladi. Shuning uchun yaxshi uxlagan kishi attigini turgan vaqtida shundoq harakatchan, badanlari shundoq yaxshi, ish qilishga shundoq rag'batlik, shundoq holatda qopadi.
Endi bu kechada shundoq Alloh taolo kechini bizga berish orqali hamma narsani sakin, ya'ni harakatni to'xtatish orqali ertadagi bir kunga yemilaydi. Dal-daraxtlar, meva-chevalar hammasi shu kechida yangilanadi, kechida o'sadi. İnsanlar, hayvanatların bedelleri keçide bütün iç organları hepsi yenilenip özüne bir remonat kılınır. Şunun için bu 50-60 yıllık ömrümüzde bedenimiz her gün, her saat hareket kılıp durganlığı için bu keçide hareketini toxtaş arkalık özüne devamlaştıralaydı. Ve nahari iza tecella yorukluğu bilen dünyanı aydınlatkan kündüz bilen kasem. Endi kecha aram ağandan keyin bedellerimiz hemmisi özünü yeniklap tayyor bo'lgandan keyin kündüzning nuri kun chiqib hamma yerni yoritib aydınlangandan keyin hamma odam kechagi uxlagan yerdan qopab yeni bir hayotga boshlaydi, yeni ishlashga boshlaydi, kunlik turmushini qamdash uchun hareketga o'tadi. Yani hareket qiladigan, ishlaydigan vaqtimiz kunduz va aram oladigan vaqtimiz kecha. Bu shuni o'z loyiqida qilsak, bizning bedellerimiz salomatligini saqlay oladi va ruhimizmi, psixologiyamizmi, ya'ni psixikimizmi yaxshi bo'ladi. Bu yerda hamda Alloh taolo bu kecha bilan kunduzni keltirishning keyin bir hikmatda yuqorida deganimizdek biz o'lgandan keyin tirilimiz qiyomat kunisi. Shuningki bir o'rnakini, bir misolini har kun bizga yashitdi. Ya'ni kecha uxlaganimiz o'limdan keyin bir nimasi o'rnaki olsa, kunduz uyg'onganimiz o'limdan keyin tirilganligimiz bir alamet. Shuni bizga har kun yashitish orqali Alloh taolo o'lgandan keyin tirilishning haq ekanligiga dalolat qildi. Yana Alloh taoloning bu 3-oyatda va ma xalaqaz zakara val unsa her mahlukların hammasini erkek ve dişi kılıp yaratgan Allah bilen qasam deydi. Bu yerda Alloh taolo o'zi bilan qasam qildi. Bu narsalar yuqorida deganimizdek Alloh taoloning qudratini ko'rsatadigan narsalar. Kechininki bo'lishi, kunduzning bo'lishi, biz kunduz uyg'onib ishimizni qilamiz, kechasi bo'ldi uxlaymiz, o'zichakka bo'laverdi deb o'ylaymiz. O'zichakka bo'lavermaydi. O Allah Teala'nın kudreti bilen, Allah Teala'nın belgilişi bilen, Allah Teala koygan sistem bilen özünün vakti de buldu. Onun ki her bir saati, her bir minutu, her bir sükunutu, hatta sükunutun küçük vakitleri hammasini Allah Teala belgilegen, şu Allah Teala belgilegen, dakika belgilegen sükunut boyunca şundak inçike, qat'i kechikib qolmasdan, oldiga ketmasdan shunday bo'ladi. Agar bir sükunut kechikib qolsa yoki bir sükunut oldiga o'tib ketsa, butun dunyoning sistemi buziladi. Chunki dunyoda milyonlarcha shunday bizning ziminga o'xshaydigan kun va oy, yulduz va boshqa narsalar harakat qilib turadi. Bular birisi-birisiga tushib ketmay, shunday qilib turishi uchun Alloh taolo shunday inchika, buni biz tasavvur qilolmaydigan, hatta aklımızda o'ylab yetolmaydigan darajada shunday inchiki sistem, shunday inchiki nizam, shunday inchiki qonun, shunday vaqt belgilagan. Shuning uchun bu narsalar qandaq Alloh taoloning kudretinin kattılıkını
Muşuncha vala milyonlarca narsalarni birisi-birisiga ustutib o'tmay, birisi-birisiga mast holatda milyonlarcha yillardan beri o'zgarmaydigan shunday kelayotganligini ko'rsatdi. Yine Allah Teala'nın kudretinin katlılıkını ko'rsatilgan üçüncü bir narsa hamma mahlukatni erkek kishi yaratganligi. İnsanlarni ayol qilib yaratdi, hayvonlarni erkek kishi qilib yaratdi, hatto o'simliklar, dal-daraxtlar erkek kishi. Ama shunday bo'lgan chog'da bir-biri bilan birlashib bu davom qildi. Bunun nesli devam qildi. Allah Teala ta qiyomatgacha belgilagan vaqt kelguchilik bu yo'qolib ketmay davom qilish uchun buni Allah Teala erkek kishi qilib, erkek kishilar o'rtasida birisi-birisiga mayil bo'ladigan, birisi-birisidan foydalanadigan, birisi-birisidan huzurlanadigan qilib yaratdi. Shu yaratganligi Allah Teala'nın katta kudreti. Hamda Allah Teala şu üç narsa bilan bütün qarang'ulik bilan dunyoni yapgan kecha ve dunyoni yo'ritgan kunduz ve erkek kishi qilib mahluqlarni erkek kishi yaratganligi shu üç narsadan qasam qilib deydiki inna sa'yakum lashatta. Hakikaten sizlarninki sayinglar, harakatinglar, ishinglar, amalinglar nim bo'ladi, har xil bo'ladi, har turli bo'ladi. İnsanlar, dünyadaki insanlarninki turli dinlarga e'tiqod qiladi, turli iqimlarga e'tiqod qiladi. Shuningga qarab ishlarimi o'xshash bo'lmaydi. Har xil dunyodagi insonlar har yangi ishlarni qiladi. Shuning uchun buni Alloh taoloninki insonga bergan hurriyati, inson o'zining irodasi bilan, o'z ixtiyori bilan bu ishlarni qilganligi uchun ularninki ishlari har xil bo'ladi. Ba'zilarninki yomon, niyati yomon, fikri yomon, o'ylashi yomon bo'lganligi uchun qilgan ishlarini yomon bo'ladi. İnsanlarga ziyonli bo'ladi. Ba'zilarninki yaxshi o'ylaydigan, yaxshi fikr qiladigan, kishilarga manfaat yetkazishni o'ylaydigan bo'lganligi uchun ularninki qiladigan ishlari yaxshi bo'ladi, ham o'ziga foydali bo'ladi, ham boshqa atrofidagi insonlarga foydali bo'ladi. Ondan başka nurgulluğun bu insanların işini de bağlamaydı. Yani bir yerdeki asaslık demekçi boğuna Allah Teala'nın şu insanların işlerinin, kılgan amellerinin her xil buluşu Allah Teala'nın insanlara vergen şu kabiliyeti, şu kudreti, şunun bilen iradesi bilen buldu. Allah Teala insana öz iradesi bilan o'ylab, öz iradesi bilan ish qilish qudratini bergan. Shuning uchun insonlar o'zi xohlagancha ish qilganligi uchun har yangi ishlarni qiladi. Lekin bu qilgan ishninki qaysi ish foydali, qaysi ish ziyonli, qaysi ishdan inson bu dunyo va oxiratda foyda oladi, qaysi ishni qilsa inson bu dunyo va oxiratda ziyon uchraydi. Alloh taolaning mukofotiga, rahmatiga erishadigan amallar qaysi, Alloh taolaning g'azabiga, jazosiga erishadigan amallar qaysi, buni tövendeki ayette Allah ömür verse keler hafta inşallah ders kılırız. Allah Teala hemmimizge şu Kur'an'ı yaxşı okup, Kur'an-ı Kerim'i yaxşı düşünüp, onun amel kılığını nasip olsun. Allah Teala hemmimizni bu dünyada iman bilen yaşap, iman bilen ketkileri nasip olsun. Allah Teala ballarımızga insaf, tevfik, hidayet ata olsun.
hammamizninki tan salomatligini bersin. Alloh taolo hammalarninki kıyamet günüsü Resulullah'ın şefaati bilen, Kur'an-ı Kerim'in şefaati bilen cennetke kirgili, cennette cemalini görgün nasip kılsın. Amin. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Hammelerinin ulu cuma günü mübarek olsun. Allah'a emanet.